Endi bizning podkastimizda asosiy maqsadi bu shu nafaqat yoshlarga, balki butun O'zbekiston aholisiga moliyaviy va iqtisodiy savodxonlikka targ'ib qilish. Nimaga bir xil davlatlar boy, boshqa davlatlar bo'lsa kambag'al? Insonlar aqlli bo'lishi mumkin, talantli, iste'dodli bo'lishi mumkin, lekin o'sha ijodkorligini namoyon qilishi uchun yetarli shart-sharoitlar mavjud bo'lmasligi mumkin. Nima uchun? Chunki u jamiyatda boylik bir avloddan keyin tugab qolmaydi-da. O'shalarni ko'proq pulga sotib, ko'proq pul qilishim mumkin. Savol. Keyin javobni bir amalladingiz. Baliq bermagin, baliq tutishni o'rgatgin deydi-yu. Tak, assalomu alaykum. Bugun bizani birinchi podkast bu iqtisodiy asoslar tashabbusi loyihasi doirasida bu podkastni boshlayapmiz. Birinchi o'rinda bizani mehmonlarimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, Bekzod aka Alimov va Ahladin Malikov. Bu bizani Westminster universiteti professorlari, katta o'qituvchilari va Abdulaziz bizani hozirgi yosh avlod vakillaridan biri. Shu iqtisodiyot faniga qiziqqani uchun Abdulaziz biza taklif qildik. Har xil savollar, qiziqarli savollarni yosh avlodni nima desa bo'ladi, ko'zi bilan qaraganda o'zingiz savollar bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Endi bizning podkastimizda asosiy maqsadi bu shu nafaqat yoshlarga, balki butun O'zbekiston aholisiga moliyaviy va iqtisodiy savodxonlikka targ'ib qilish. Ya'ni juda ham oddiy savollar bo'ladiki, buni ko'pincha aholi iqtisodiy tarafdan tushunmasligi mumkin. Shunaqa savollarni beramizki, bizning ekspertlarga shu savollarga iloji boricha oddiy tilda tushuntirib berishadi. Endi birinchi savolim bu nima desa bo'ladi? Juda ham oddiy savol deyman. Nimaga bir xil davlatlar boy, boshqa davlatlar bo'lsa kambag'al bo'lib qoladi? O'shanga kimdan boshlasak bo'ladi? Bekzod aka, siz o'zingizning fikringizni shu bo'yicha agar anaqa qilsangiz, endi mayli, masalan, mavzuni shunaqa desak, birinchi boylik o'zi nima deb o'ylaysiz iqtisodiy tarafdan? Nima degani boylik? Hop, boylik endi agar iqtisodiy zamonaviy iqtisodiyotdagi ta'rifini yoki mana shu tushunchani ta'rif haqida gapiradigan bo'lsak, umuman boylik deganda biza o'sha insonlarni yoki jamiyatlarni farovon yashashini ta'minlaydigan o'sha butun tovar, xizmatlar va aktivlarni qiymatini nazarda tutamiz. Umuman boylik haqida gapirganda qiymat tushunchasini biz albatta gapirish kerak. Demak, o'sha mamlakatlarni boyligi deganimizda mamlakatlarni tovar va xizmatlar, ya'ni insonlar xohlaydigan, sotib olishni, foydalanishni xohlaydigan ne'matlar deylik. Umumiy qilib aytganda shularni ishlab chiqarish salohiyatini nazarda tutamiz. Ishlab chiqarish salohiyati va ishlab chiqarish hajmi, umuman qiymatini nazarda tutamiz. Endi nimaga ba'zi mamlakatlar boy, ba'zilari kambag'al degan savol, bu iqtisodchilar tomonidan ancha oldindan so'rab keladigan savol. Bu hozirgi zamonaviy iqtisodiyotda otasi hisoblangan Adam Smith ham shu mavzuda qiziqqan, shu mavzuda o'zini fikrlarini bildirgan. Masalan, o'sha Wealth of Nations kitobi bor, ya'ni mamlakatlar boyligi degan kitobi. Va bu yerda Adam Smith aytadiki, eng asosiy boylikni manbasi sifatida o'sha mehnat taqsimotini ko'rsatadi. Ya'ni mehnat taqsimoti va bu orqali demak ixtisoslashish, har bir insonni ma'lum bir sohaga ixtisoslashishi bu ishlab chiqarish unumdorligini oshiradi. Ya'ni ishlab chiqarish unumdorligi umuman olganda uzoq muddatda mamlakatlarni o'sha daromadlarini yoki boyliklari orasidagi farqlarning eng asosiy sababi, eng asosiy manbasi desak bo'ladi. Unumdorlik, ya'ni productivity deymiz uni. Ya'ni unumdorlikdagi farqlar bu mamlakatlarni uzoq muddatda o'sha boy yoki kambag'al bo'lishi yoki bir-biridan o'sha boylikka qanday farq qilishini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Endi bu unumdorlikka olib boruvchi asosiy omil sifatida masalan Adam Smith mehnat taqsimotini ko'rsatgan va albatta u yerda kapital akkumulyatsiyasi haqida gapirgan, qonuniy zaminan tag zamin deymiz, ya'ni hozir institutsional muhit desak bo'ladi. Masalan, o'sha mulk huquqini himoyasi, bu narsalar haqida hammasida fikr bildirgan. Ya'ni bular muhim o'sha mamlakatlarning boyligini belgilashda. Endi bu keyin
Adam Smithdan boshlab hozirgacha iqtisodchilar qiziqib keladigan mavzu. Masalan, buni eng oxirgi tadqiqotlar masalan institutsional muhitni, ya'ni institutsional o'sha mamlakatlarni yoki jamiyatlardagi insonlarni faoliyat yuritishini, o'sha o'zaro munosabatlarni belgilab beruvchi qonun qoidalar, normalar, mana shularni biz umumiy ma'noda institutlar deymiz. Ya'ni institutlarning muhimligi haqida urg'u berishyapti hozirgi oxirgi iqtisodchilar, ya'ni masalan Ajam o'g'li Jonson va Robinson yaqinda Nobel olishdi 2 yil oldin. Aynan shu sohada qilishgan ishligisi uchun. Demak, institutsional zamin ham, ya'ni o'sha qonuniy shart-sharoit yoki umuman o'sha o'yin qoidalari deymiz-ku, tartibga soluvchi jamiyatlarni iqtisodiy, ijtimoiy hayotini tartibga soluvchi normalar, qonun qoidalar, bularning hammasi juda ham muhim. Endi bu umumiy tushuncha. Hop, endi mana siz hozir daromad to'g'risida gapirdingiz. Mana Ahlidan sizga bitta savol. Daromad to'g'risida gapirdilar, boylik deganda boylik, daromad, pul bitta narsami yoki farqli narsalarmi? Avvalambor podkastga taklif qilganinglar uchun katta rahmat. Boylik juda ham qiziq va keng mavzu deb o'ylayman va endi bu har kim tomonidan har xil talqin qilinadigan tushunchada. Masalan, kim uchundir boylik sog'liq bo'lishi mumkin, kim uchundir o'sha material, o'sha daromadlar, hayot standarti, aytaylik o'sha taqdim qilinayotgan ne'matlarning ko'pligi, davlat tomonidan aytaylik mana har bir inson hozir aytganimizdek biror bir davlatda yashar ekan, o'sha davlatda tabiiy boyliklarning ko'pligi tufayli hayoti yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin. Aytaylik, mana ba'zi davlatlarni bilamiz, asosiy boyligini ildizi ularda qazilma boyliklardan kelishi mumkin. Faqatgina ularda insonlarni talantidan yoki bo'lmasa iste'dodidan kelib chiqmayotgan bo'lishi mumkin-da. Endi men umumiy bir nima bergan bo'lardim, tasnif bergan bo'lardim boylik degan tushunchaga. Boylik, haqiqiy boylik men nazarimda o'sha bilimning, ya'ni biror bir jamiyatda insonlarning bilimini o'sha ijodkorlik bilan uyg'unlashgan bir shakli. Ya'ni bilim har bir jamiyatda boylikka erishishida eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Ilm, fan, bilim. Lekin ijodkorlik bo'lmasa ham bo'lmaydi-da. O'sha ijodkorlik deganda ma'lum shart-sharoitlar kerak. Hozir aytdik, qaysidir davlatlarda kompaniyalar tez rivojlanib ketadi. Ular eng so'nggi texnologiyalarni, eng yangi shakllarni taqdim etadi, to'g'rimi? Va masalan aytaylik, Silicon Valley deymiz, Amerikada mana startaplar, mana texnologik katta kompaniyalar tez rivojlanib ketadi. Nima uchun? Chunki u yerda bilim ham yuqori darajada, ilm, fan yuqori darajada, masalan universitetlar dunyoning eng yetakchi universitetlaridan hisoblansa, shu bilan bir qatorda ularga shu ijodkorlikni amalga oshirish uchun yetarli shart-sharoitlar ham bor-da. Ya'ni qaysidir davlatda ilm darajasi xo'p yaxshi o'qishi mumkin, insonlar aqlli bo'lishi mumkin, talantli, iste'dodli bo'lishi mumkin, lekin o'sha ijodkorligini namoyon qilishi uchun yetarli shart-sharoitlar mavjud bo'lmasligi mumkin. Va mana shunda boylik, ya'ni o'sha aytganimdek ilm, fanni ijodkorlik ruhiyati va kerakli shart-sharoitlar bilan uyg'unlashishi jamiyatni haqiqiy boy jamiyatga aylantiradi. Nima uchun? Chunki u jamiyatda boylik bir avloddan keyin tugab qolmaydi-da. Boylik davomiy bo'ladi. Ya'ni masalan qazilma boyligi bor davlatlarda qazilma boylik tugagandan keyin boylik nihoyasiga yetishi mumkin-da. Shuning uchun men o'zimni endi shaxsiy fikrim boylik deganda haqiqatdan endi hozir ko'proq material tomoniga izoh berib o'tdik. Ya'ni hayot darajasi yuqori bo'lishi, insonlarda o'sha sotib olish paritetining yuqori bo'lishi, to'g'rimi? Material boylik. Lekin aslida haqiqiy boylik deganda men nazarimda o'sha ilm, fan taraqqiyotni ijodkorlik ruhiyati bilan yo'q, endi to'g'ri. Masalan, biz endi iqtisodiyot to'g'risida gapirayotgan bo'lganimiz uchun biz endi ko'proq material boylikka tushunamiz. Endi masalan davlatlarning o'zi material boy bo'lish uchun, ya'ni bu degani boylik pulga tengmi degan savol beryapman. Masalan, aytaylik oddiy bitta davlatda juda ham ko'p endi nima deydi, aholisi bor. Aholisida zavodda ishlaydigan, zavodda, fabrikada ishlaydigan shu fuqarolar, ishchilar aytadi, oyligimiz kam deydi.
oyligimiz nimaga davlat hammani oyligini ko'tarib qo'ymaydi? Agar ko'tarib qo'ysa, shu davlat boy bo'lib ketadimi? Ya'ni boylik shu puldan keladimi, yo'qmi? Agar puli juda ham ko'p chiqarib yuborsa, odam boy bo'ladimi, yo'qmi? Shu oddiy savol. Nimaga shu davlat shu narsani qilmaydi? Endi hozirgi aytganimdek, ya'ni men o'ylashimcha, masalan, qaysidir davlat bosmadan ko'proq pul chiqarishi insonlarni boy qilib qo'ymaydi. Chunki pul ko'paygan sari iqtisodiyotda o'z-o'zidan o'sha u pulni sotib olish quvvati pasayib boradi. Bu hozirgi aytganimizdek yuqori samaradorlik tushunchasiga ham borib taqaladi. Samaradorlik degani o'sha yangi g'oyalarni iqtisodiyotga demak davomiy ravishda kirib borishi va ularni amaliyotda o'sha yangi tovar va xizmatlarga aylanishi, bu haqiqiy boylikni belgilaydi-da. Chunki busiz shunchaki pulni, masalan, ba'zi davlatlarda nominal yalpi ichki mahsulotiga qarasangiz juda ham baland. Oxirgi paytlarda mana Turkiyani ham misol keltirishimiz mumkin. U yerda nominal yalpi ichki mahsulot juda ham yuqori sur'atlarda o'sib boryapti. Lekin bir vaqtda o'zida masalan inflyatsiya darajasi ham oxirgi yillarda yuqori holatda bir shakllanyapti. Bu o'z-o'zidan u yerda yashayotgan insonlarni nimasiga, sotib olish paritetiga ta'sir qiladi. Ya'ni bir qarashda pulni o'zi boylikni aks ettirmaydi demoqchiman-da. Chunki pulga qarab turib agar qaysidir davlat boy yoki kambag'al deydigan bo'lsak, unda biz asosiy bo'lgan bir muhim tushunchani, ya'ni o'sha insonlarni hayot standartlariga ta'sir etadigan ularni sotib olish quvvati, pariteti degan narsalarni unutib qo'yayotgan bo'lamiz. Endi shu nima deydi, mavzuda bitta misol keltirsak, masalan, Zimbabveni hammamiz bilamiz. Shu Mugabe prezident bo'lganda nima bo'lgan? Ular shu har bitta fermerskiy xozaystvo deydimi, xo'jaliklarni oq tanlilardan olib, fermerlardan olib, nimaga oq tanlilarda faqat bo'lish kerak, qora tanlilarga ham beramiz deb puliga taqsimlab bergan qora tanlilarga. Keyin qora tanlilarga taqsimlab bergandan keyin yerdan unumli foydalana olmagan, ya'ni hosil chiqara olmagan va narxlar oshib ketgan. Ya'ni bu yerda taklif juda ham kamayib ketgan. Narxlar oshgandan keyin endi Mugabe Zimbabveni prezidenti nima qilgan? Shu har xil urushlar yoki boshqa loyihalarni moliyalashtirish uchun pul chiqarishni boshlagan, ya'ni boylikni pul deb o'ylagan. Shundan ham nima desa bo'ladi? Boylik pul degani emas. Endi sizni nima deydi, fikringizga bitta misol qilib keltirdim. Endi tabiiy resurslar bo'yicha gapirdingiz. Tabiiy resurslar bo'lgan davlatlar bu boy bo'ladi deganimi yoki bundan ham boshqa narsa kerakmi tabiiy resurslardan tashqari? Endi bu shunday narsaga o'xshaydi-da. Masalan, har biror bir natijaga erishish uchun qandaydir vosita bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Insonlar hayotida ham masalan vosita sizni har kuni oddiy misol keltiradigan bo'lsak, ishga o'z vaqtida yetib olishingiz uchun avtomobildan foydalanishingiz vosita-da. Lekin qazilma boyliklarni bu kontekstda muhokama qiladigan bo'lsak, qazilma boyliklarni o'zini maqsad qilib mana shuni o'zi boylik deyishimiz xato bo'ladi. Aslida boylikka erishish uchun bir vosita bo'lishi mumkin qazilma boyliklar. Endi bundan qanday foydalana olish, bu o'sha hozirgi aytganimizdek kerakli shart-sharoitlarni yaratib berish, biznes muhitini yaxshilash, kerak bo'lsa o'sha Rozman Vezdagi aytib o'tdi, mulkchilik huquqini, intellektual mulk huquqini ham ta'minlash, hammaga bozor qoidalarini teng joriy etish, masalan o'sha imkoniyatlar tengligini ta'minlash, bu narsalar demak ma'lum bir mamlakatni qazilma boyliklarini haqiqiy boylikka aylantira olish uchun zamin yaratadi deb o'ylayman. Lekin tarixda bunaqa misollar juda ko'p, qazilma boyliklar juda ko'p bo'lishiga qaramasdan, masalan Venezuelani misol keltirish mumkin yoki boshqa Lotin Amerikasidagi boshqa davlatlarda ham, Argentinada ham kerak bo'lsa, masalan qishloq xo'jaligida juda katta resurslar bo'lgan. Lekin o'sha fikrim boshida aytib o'tganimdek, ilm-fan va o'sha kerakli institutsional muhitni uyg'unlashmaganligi tufayli va o'sha iqtisodiy siyosat noto'g'ri yuritilganligi tufayli mana shu juda ham katta qazilma boyliklari u davlatlarni farovon yashashiga sabab bo'lmagan. Shuning uchun men nazarimda bu yagona bir
omil emas. Mamlakatlar taraqqiyotga erishish uchun qazilma boyligi ikkinchi tomonini tanganing ikkinchi tomonini qaraydigan bo'lsak, qazilma boyligi yo'q bo'lgan Yaponiya, Koreya singari mamlakatlar masalan o'zlarini inson kapitalini o'sha ilm fan dedik, bilimni yaratuvchanlik bilan, ijodkorlik bilan uyg'unlashtirgan holatda dunyo bozorlarida katta mavqega, o'ringa ega bo'lgan va ularning tovar xizmatlari o'zlarida qazilma boyliklari yo'q bo'lishiga qaramasdan dunyoni zabt etgan desak bo'ladi. Va bular o'sha boylikni yarata olgan qazilma boyliklarsiz ham. Endi mana nima qilsam, qo'shimcha qilsamda, hali ana mehnat unumdorligini gapirdim. Endi bu yerda umumiy gapirildi. Endi sal ichiga kirsak, ya'ni juda ham tushunarli bo'lishi uchun aytdim-ku, mana mehnat unumdorligi asosiy omil deb. Ya'ni mamlakatlarni qanaqa o'sha boylik qanchalik ko'p yoki kam boylik yarata olishi aslida shu unumdorlik qanchalik yuqori pastligiga borib taqaladi. Endi bu nima degani desa, umuman agar oson tushuntiradigan bo'lsak, mehnat unumdorligi degani yoki ishlab chiqarish unumdorligi degani bu ma'lum bir belgilangan vaqt davomida siz qancha tovar yoki xizmat ishlab chiqara olishingizni aytamizda biz. Masalan, endi oddiy aytadigan bo'lsak, masalan siz bilan Abdulaziz ikkalanglar ham stol chiqaradigan bo'lsanglar, masalan endi bir xil stol chiqaradi deb faraz qilaylik. Siz masalan 1 soatda 10 ta stol chiqarsangiz, Abdulaziz 1 soatda 15 ta stol chiqarsa, demak mehnat unumdorligi yuqoriroq bo'ladi Abdulazizda. Endi ya'ni umumiy ma'noda unumdorlik shu, ya'ni ma'lum bir vaqt davomida, masalan 1 yil davomida mamlakatni o'sha qancha qiymatda tovar va xizmatlar ishlab chiqara olish salohiyatini aytamiz. Endi bu nimaga bog'liq desak, masalan kimnidir ko'proq, kimnidir kamroq unumdorlikka ega bo'lishiga yoki qaysidir jamiyatlar yoki qaysidir deylik firmalar yoki insonlarni ko'proq kamroq unumdorlikka ega bo'lishini belgilovchi omillar nima desa, Ahliddin ham aytgandek, albatta bu biz inson kapitali deymiz hozirgi iqtisodiy tilda. Inson kapitali juda ham muhim bu yerda. Inson kapitali degan nimani nazarda tutamiz? Biz insonlarni o'sha ega bo'lgan bilim, tajriba va ko'nikmalarini umumiy holatini, shaklini biz inson kapitali deymiz. Insonlar soni emas, balki insonlar soni emas, albatta. Insonlarni ishlab chiqarish salohiyati, qobiliyati, o'sha mamlakat boyligini yaratishga hissa qo'shish salohiyati deylik. Chunki uni qancha bilimi, ko'nikma, tajribalari yuqori bo'lsa, demak uni ishlab chiqara olish yoki mamlakatni ishlab chiqarish salohiyatiga hissa qo'shish potensiali shuncha yuqori bo'ladi. Bu o'z navbatida demak o'sha mahsulot va xizmatlarni yaratishni ko'paytiradi. Endi bunga unumdorlikka sabab bo'ladigan omillar, demak o'sha aytganimizdek, buni bir qancha omillar bor. Masalan, mamlakatlarning o'sha resurslarni o'zi resurslarga ega bo'lishi, yer osti yoki tabiiy boyliklarga ega bo'lishi deylik, albatta bu yaxshi narsa, lekin bu o'sha mamlakatni boy bo'lishini garantiya bermaydi, ya'ni uni kafolatlamaydi. Agar demak inson kapitali yetarli bo'lmasa, o'sha demak resurslardan boylik yarata olish salohiyatiga ega bo'lgan insonlar potensiali yetarli bo'lmasa, institutsional zamin yoki shu narsaga insonlarga rag'bat beradigan deylik investitsiya qilishga, sarmoya qilishga, investitsiyalar bu yerda juda muhim. Ya'ni investitsiya deganda biz hozirgi siz ega bo'lgan boyligingizni bir qismini kelajak uchun, kelajakdagi boylik ishlab chiqarish yoki kelajakda umuman iste'mol uchun ajratishingiz va demak inson kapitaliga qilinadigan investitsiyalar masalan fizik, jismoniy investitsiyalar, ya'ni mashinalar, asbob uskunalar, hali stanoklar, binolar, zavodlar bo'ladi, hammasini biz investitsiya deymiz. Ya'ni bular qachon bo'ladi? Qachon masalan investitsiya yuqori bo'ladi? Chunki investitsiya kelajakda o'sha farovonlikni ta'minlash uchun juda muhim narsa. Davom etamiz. Biz investitsiya degani ko'pincha tashqaridan keladigan pul tushuniladi. Aslida investitsiya umuman u xorijiy investitsiya, u alohida bitta kichkina kategoriya, lekin investitsiya degani umuman olganda o'sha inson kapitaliga va umuman har qanaqa kapitalga qilingan investitsiya umuman investitsiyamiz. Buning uchun rag'bat kerak insonlarda. Ya'ni investitsiya qilishga rag'bat bo'lishi kerak. Masalan, men biror bir kelajak uchun investitsiya qilishim uchun demak ishonch bo'lishi kerak menda, ertaga bu tikkan pulim kuyib ketmaydi, o'g'irlab olishmaydi kimdir masalan deylik kelib meni pulimni noqonuniy ravishda o'g'irlab olmaydi yoki kafolat bor, ishonch bo'lishi kerak. Ya'ni bu juda ham muhim. Endi mana masalan siz hozir bitta so'z aytdingiz, unumdorlik degan so'zni aytdingiz. Hozir men bu stol misolida tushuntirib berdingiz. Endi men shu misolni sal boshqacha qilmoqchiman. Masalan, $1000 topish uchun Amerika nima qiladi? $1000 topish uchun endi rivojlanayotgan davlat nima qiladi? Masalan, Amerika $1000 topish uchun bitta iPhone chiqarsa, bitta iPhone sotsa $1000 topadi, to'g'rimi? Ya'ni bitta iPhone topish uchun, ya'ni sotish uchun yoki ishlab chiqarish uchun qancha mablag' ketgan
va inson to есть nima desa bo'ladi, input deydi-yu shunga, resurs ketgan va $1000 topish uchun masalan aytaylik O'zbekistonda endi hozir menimcha endi paxta sotilmayapti-yu, paxtani ham qayta ishlab sotilyapti. $1000 ga qancha paxta beradi? Nechtadir tonna beradi, to'g'rimi? O'sha nechtadir tonna paxta terish uchun nechta odam necha kun ovora bo'ladi va unga nima deydi, uni yetishtirib chiqish uchun qancha yer ketadi, to'g'rimi? Ya'ni unumdorlikni shu yerda ham ko'rsak bo'ladi-da. Mana hozir bizning davlatimizda paxtani sotish xomashyo sifatida sotish mumkin emas. Uni endi qayta ishlab, kamida qanaqadir material qilib sotinglar yoki qanaqadir ip qilib sotinglar deyilyapti, to'g'rimi? Endi shu misol tariqasida aytish mumkinki, ya'ni iPhone chiqarish uchun qanaqa kapitalga investitsiya qilish kerak? Nimaga biza investitsiya qilishimiz kerakki, bizani yoshlar shu iPhone'ni chiqarishni o'rganish kerak. Endi bu yerda iPhone emas, endi shu kamroq xarajat bilan yuqori texnologiyali tovarlarni nazarda tutish. Endi ozgina boylik hozir haqida gaplashdik, lekin siz aytgan savolni yana ham yaxshiroq tushunish uchun, unga javobni bir osonroq yo'l bilan tushuntirish uchun men qiymat tushunchasini ham muhokama qilmoqchi edim. Chunki siz aytyapsiz, mana hozir bizda paxtani xomashyo sifatida emas, balki uni qayta ishlov berib, qo'shilgan qiymat hosil qilib, keyin eksport qilish oldiga surilyapti. Bu fikr juda ham ma'qul fikr. Endi qiymat degan tushuncha ham insonlar mana o'sha sivilizatsiya boshlangandan beri bir evolyutsiyaga uchrab, har xil shakllarga, ya'ni qiymat tushunchasi ham har xil shakllarda o'ziga olganda. Misol uchun boshida qiymat deganda o'sha mumtoz iqtisodchilar deymiz, klassik iqtisodchilar nimani nazarda tutishgan? O'sha mehnat, qo'l mehnati asosiy qiymatni yaratuvchi omil sifatida muhokama qilingan ularda. Ya'ni insonlarda ishchi kuchini o'rni ishlab chiqarishda juda ham muhim bo'lgan, to'g'rimi? Va o'sha tovar va xizmatlarning shakli ham shunga qarab, ularga beriladigan qiymat ham shunga qarab belgilangan. Misol uchun qancha ko'p necha soat qo'l mehnati ketgan bo'lsa, biror bir tovarni tayyorlashga uni qiymati o'shanga proporsional holatda bo'lgan. Lekin vaqt o'tishi bilan nima bo'ldi? Kapital, ya'ni texnika, texnologiyani o'rni ishlab chiqarishda insonni mehnatidan, qo'l mehnatidan ko'ra muhimroq rol o'ynashni boshladi. Va bunda endi asosiy qiymatni yaratuvchi narsa nima bo'lyapti? O'sha texnika, texnologiya va hokazo. Endi texnologiyani ham o'z-o'zidan nima bilan bog'lanadi? Ilm, fan bilan bog'lanadi, to'g'rimi? Qaysidir mamlakatda o'sha hozir mana iPhone'ni misolini keltirdingiz. Amerikada ilm fan shu darajada yuqori darajaga erishganki, ya'ni insonlar demak o'sha tovarni taqdim etyaptimi iqtisodiyotga iPhone'da, bu insonlarning hayoti uchun juda ham muhim tovar hisoblanadi va uni qo'shilgan qiymati ham demak haligi birinchi klassik iqtisodchilar davrida bo'lgandek qo'l mehnatiga nisbatan karrasiga yuqoriroq. Demak, bu yerda hamma narsa ilm fan bilan bog'lanishi mumkin. Ya'ni bu yerda Yaponiyani misolini keltirishimiz mumkin, Koreyani misolini, Xitoyni misolini keltirishimiz mumkin. Ular barchasi demak ilmga qilingan sarmoyani mevasini hozir mana hosilini olyapti desak bo'ladi. Mana shu joyda yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Davlatlarda o'sha mablag'ning o'zi borligi yetarli emas. Ularda o'sha hozir investitsiya jalb qilishga, boshqa sarmoyadorlarning ishonchini qozonish uchun yetarli emas deb o'ylayman. Masalan, aytaylik, puli juda ham ko'p davlatlar bor. Mana Saudiya Arabistoni bor. Saudiya Arabistonda kerak bo'lsa neftdan 100 milliardlab daromad topadi. 100 milliardlab. Ya'ni agar Saudiya Arabistoni, men o'ylayman, shunchaki faraz qilaylik, Apple ga o'xshagan biror bir kompaniyani yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, qo'yishi mumkin, chunki moliyaviy imkoniyatlari yetarli. Lekin bu yerda savol turibdi. Saudiya Arabistonida amerikachalik ilm fan, inson kapitali mavjudmi? Saudiya Arabistonida o'sha haligi shart-sharoitlar haqida gapirdik, rag'batlar haqida, institutsional muhit, bizneslar nima uchun agarda pul yetarli bor, lekin nima uchun
o'sha texnologiyada yuqori innovatsiyalarga erishayotgan bizneslar u davlatga bormayapti, misol uchun. To'g'rimi? Demak, bu yerda o'sha ilm fanni bazasi yetarlimi, inson kapitalining bazasi yetarlimi? Ba'zi deganimizda, ya'ni shu kompaniya Zaxiralar o'sha yerga borsa, u yoqdan shu kerakli kadrlarni topa oladimi yo'qmi degan savol bor. Ikkinchidan, o'sha hozir innovatsion muhitda harakatlana olish uchun yetarli rag'batlar bormi yo'qmi? Savol turibdi-da. Ya'ni shuning uchun ham aytmoqchiman, O'zbekistonga o'xshagan hozir mana rivojlanayotgan davlatlarda ham ikkita asosiy narsaga urg'u berish kerak deb o'ylayman. Birinchisi, inson kapitalini zaxiralarini yarata olish, ilm fanga, nimaga investitsiya, sarmoya yarata olish. Ikkinchisi, sarmoyadorlar uchun ishonch fundamentini yarata olish. Ya'ni bu nimadan kelib chiqadi? Ular uchun yetarli rag'batlarni berish, qonun ustuvorligini ta'minlash va hokazo. Qachonki mana shu ikki narsa, demak, qachonki shu ikki narsa uyg'unlashsa va ularga kafolat berilsa, men nazarimda bizda ham yetarlicha ya'ni potensial bor, bizda ham demografik dividendlar bor, mana har yillik o'sish bor, insonlarda demak tug'ilishda katta o'sish bor. Ya'ni mana shu ikkita narsa juda ham muhim deb o'ylayman. Yana bitta narsa, mana ahli mehnat haqida gapirdi. Umuman olganda, albatta mana klassik iqtisodiyotga qarasak, klassik iqtisodchilarga, ya'ni qiymatni asosiy yaratuvchisi, ya'ni manbasi mehnat deyishadi. Umuman olganda hamma narsani tagida eng oxiriga borib qarasangiz, albatta mehnat yotadi. Va har qanaqa mana mahsulot, masalan iPhone misoli yoki boshqa mahsulotlarni ham o'sha ishchilarning mehnati yaratadi. Ya'ni jismoniy mehnat maqsadsiz. Jismoniy, aqliy, ya'ni umumiy hammasi umuman olganda. Ya'ni mehnat yaratadi. Lekin bundoq qarasangiz, mana shu asosan biz qo'l mehnati yoki ishlab chiqarishda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etadigan bevosita ishtirok etadigan ishchilarning mehnati nuqtai nazaridan misol bo'ladi. Bu yoki shu mehnatni qila olish salohiyati, ishlab chiqarish salohiyati jihatdan mamlakatlar orasida ishchilarning, insonlar orasida juda katta farqlar yo'q. Ya'ni har holda mana bu tez o'rgansa bo'ladigan narsa. Masalan, o'sha zavodda iPhone kerakli deylik, infrastrukturani olib kelib o'rnatilsa, joylashtirilsa, insonlarni bu narsani ishlab chiqarishga o'rgatish qiyin emas-da. Bu Amerikada bo'ladimi, Xitoyda bo'ladimi, Bangladeshda bo'ladimi, biror Afrika davlatida bo'ladimi, O'zbekistondami? Ya'ni u masalan balki bir hafta trening qilish kerakdir ularni o'sha ishlab chiqarishga, boshqa narsaga. Bu jihatdan unaqa qiyin emas. Endi ishlab chiqarishda albatta bu yoqqa kelish, ularni masalan o'sha deylik yuqori texnologik firmalarni kelib bu yoqqa sarmoya qilishi, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi boshqa omillarga bog'liq aytganimizdek, qonun ustuvorligi, sudlar mustaqilligi va hokazo. Lekin umuman olganda bu narsani o'rgatish unchalik muhim emas. Lekin uzoq muddatda mamlakatlarni o'sha texnologik salohiyatini, farovonligini ta'minlovchi omil nima degan bo'lsa, bu aynan haligi intellektual salohiyat bor-ku, ya'ni bilim ko'nikmalar, bu ya'ni yuqori intellektual salohiyat shunga ko'proq bog'liqda. Ya'ni asosiy farqlarni aniq qiladigan, ya'ni masalan bitta Sanjar Nazar aka borlar, akademik nashrda o'sha bir aytgan gaplari esimga tushib qoldi. Hozir shunchaki masalan o'rtacha bir amerikalik bilan o'rtacha o'zbekning unaqa farqi yo'q. Bir-biridan. Ya'ni saviyasida farqi yo'q, saviyasi. Lekin o'rtacha bir deylik Amerikadagi ziyoli bilan o'rtacha o'zbek ziyolisi orasida yer bilan osmoncha farq bor degan gaplar. Shunga o'xshagan narsa. Ya'ni o'rta ishchilar nuqtai nazaridan ular dunyoning har qanaqa joyidagi ishchini borib biror bir narsaga o'rgatish mumkin. O'sha Amerikadagi ishlatilayotgan texnologiyani bu yoqqa olib kelsangiz, o'shani ishlatishni o'rgatish unchalik qiyin emas. Lekin insonlardagi yaratuvchanlikni, ijodkorlik, intellektual salohiyat, o'sha texnologiyalarni, yangi texnologiyalarni yaratish uchun zamin yaratadigan bilim va g'oyalar bor-ku, mana bu narsalar ancha vaqt talab qiladi. Uni qisqa vaqtda o'rgatib qo'yamiz. Bir haftada masalan siz insonlarni bir O'zbekistonga kelib bir 10 mingta insonni o'sha juda yaxshi g'oyalar, doimiy o'sha texnologiya yaratadigan g'oyalar ishlab chiqarib, innovativ g'oyalar bilan qiladigan nima edi, g'oyalar ishlab chiqaradigan salohiyatga keltirib qo'ya olmaysiz-da. U ancha vaqt oladigan jarayon. Ya'ni buning uchun albatta tarixiy anaqalar ham muhim, tarixiy shart-sharoitlar ham muhim, lekin bu asosiy farqlarni belgilaydigan hozirgi zamonda mana shu narsalar-da, bilim va g'oyalar, texnologiyalar. Ya'ni aynan agar siz shu sohada ustun bo'lsangiz, demak katta ehtimol bilan boshqalardan boyroq bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi sizda. Keyin yana bir narsani qo'shib o'tib ketmoqchi edim. Bu yerda mana avvalgi fikrimda aytib o'tdim. Qiymat tushunchasi o'zi evolyutsiyaga uchrab ketyapti dedik-ku. Oldin o'sha qo'l mehnati asosiy qiymat yaratuvchisi bo'lsa, keyin kapital, keyin
demak texnologiyalar va hozirgi iqtisodiyotimizni qaraydigan bo'lsak, global iqtisodiyotda demak informatsiya asosiy qiymat yaratuvchiga aylanib qolyapti-da. Ya'ni bu o'z-o'zidan har bir mamlakatni bozorini shakliga ham ta'sir o'tkazadi. Ya'ni men nima demoqchiman? Masalan, hozirgi paytda O'zbekistonda iqtisodiyotida aytaylik, o'sha informatsion haligi ICT deydi, Information Communications Technology, informatsion uzatish texnologiyalarini o'rni o'ta yuqori bo'lmasligi mumkin. Nima uchun? Chunki bizning iqtisodiyotimiz har diversifikatsiya bo'lmagan va shu nuqtai nazardan qandaydir qanchalik ijodkor bo'lishiga qaramasdan, qanchalik yaratuvchan bo'lishiga qaramasdan, unaqa startaplar bizda baribir tezlik bilan rivojlana olmaydi. Ya'ni tushuntirib olyapman. Amerikada lekin bozor tayyor platforma, ya'ni bu yerda qiymat yaratuvchi narsa, demak, moliyaviy sektorni qaraysizmi, masalan, Twitterda o'zidan misol keltirish mumkin, X'da yoki boshqa hozir mana social media ishlatamiz, ijtimoiy tarmoqlarda o'zida katta monetizatsiya bor. Ya'ni blogerlarning pul topishini shakli ham boshqacha u yerda, to'g'rimi? Ya'ni o'sha uzatilayotgan axborotni o'zi qiymat yaratyapti-da. Ya'ni shu narsa mana shunaqa holatda men o'ylaymanki, yangi g'oyalar, startaplar ham demak bozorda shakliga qarab turib, ularda muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'lishi belgilanadi va boyligi ham shunga qarab, ya'ni kengayib boraveradi. Ya'ni aytmoqchiman, davlatlar qanchalik ilm-fan hozirgi aytganingizdek, inson kapitali o'sha nimadan orqada qolib borgan sari ularda bozor shakli ham shunchalik primitiv holatda qolib ketaveradi-da. Ya'ni agarda aytganimizdek bu narsa doimiy ilm-fan, yaratuvchanlik, ijodkorlik muhiti bilan toblanib, shakllanib boravergan sari mamlakatlar bozorni shakllari ham shunchalik keng tarmoqli bo'lib boraveradi. Mana hozir biza juda ham zo'r narsa to'g'risida gaplashyapmiz, ya'ni ilm-fan, yaratuvchanlik va mehnat, to'g'rimi? Shu narsa to'g'risida gaplashyapmiz. Endi masalan bitta oddiy O'zbekistonning bitta chekka qishlog'idagi bitta maktab o'quvchisi bizani ko'rib o'tirsa, nima o'zi u ilm-fan? Ya'ni ilm-fanligi nimaligini bilamiz, hamma biladi, lekin hozir menimcha har doim shunaqa savol bo'lgan. Bizda masalan matematikani o'qiyotganda trigonometriya ham fan bo'lardi, to'g'rimi? Trigonometriya degan fan o'tasizlarmi sizlar? O'tganmisizlar? Ha, o'sha bizdagi hayotda nima kerak bo'ladi trigonometriya degan fan bor-da, savol bor. O'shanga shu hozir yoshlarni javobini sifatida mana Abdulazizdan so'rab ko'raylik. Trigonometriya degan fan nimaga kerak deb o'ylaysiz hayotda? Bundan o'zi juda ham yaxshi bo'ldi eshitish. Xulosa qilib aytganda, mana trigonometriyani ham o'rganishni o'zi aynan nima qanaqa formula o'rganayotganim muhim emas. Buni orqadan mana ilmim qanaqa, misol uchun meni fikrlash patternlarim bor-da. Har bitta odam o'sha fikrlash patternlarini ular o'sha trigonometriyani bitta zadachasini agar yechsa, misolini yechsa, bu degani уже ularni o'ylash yo'li boshqacha bo'ladi. Balkim kreativ o'ylash yo'llarini topar. Bu bitta dona masalani yechish uchun bir necha yo'llar bor. O'sha bir necha yo'llardan har bittasini foydalanib chiqsa, o'zi qanaqadir yo'l topishi mumkin. Bu уже odamni intellektual salohiyatiga ham juda ham katta ta'sir qo'yadi, ta'sir qiladi. Uning orqasidan odam mustaqil bo'ladi, yaxshiroq fikrlaydi. Bu degani xohlagan joyiga borgan paytda kreativ yondashuv bo'lishi mumkin, yaxshiroq bir ideyalar berishi mumkin, yaxshiroq g'oyalar yarata olishi mumkin odam. Agar hozir misol uchun boylik haqida gaplashdik, mana misol qilib aytganda, agar men misol uchun Navoiy bo'lsam, qanaqa qilib boy bo'laman Navoiyligimdan? Bu birinchi qiladigan ishim balkim o'sha qilayotgan nonlarim sonini ko'paytirishim. Ko'proq nonlar ishlab chiqarsam, agar demak ko'proq odamlarga sota olaman, buni orqasidan ko'proq pul qilaman. Qanaqa qilib men ko'proq non ishlab chiqarishim mumkin? Menga pul kerak, to'g'rimi? Men o'sha hozirgi Navoiyxonamni kattaroq qilishim kerak va ko'proq qisqaroq vaqt ichida ko'proq non ishlab chiqara olishim kerak. Uning uchun balkim menga Navoiyxona emas, balkim kichkina bir оборудованиялар kerakdir. Non ishlab chiqaradigan gaz, plita, shunga o'xshash narsalar. Shuning orqasidan men tezroq non ishlab chiqara olaman va bir kunda misol uchun 200 ta non sotgan bo'lsam, endi 300 ta non sota olaman.
har bitta nonim endi kunning oxirida men ko'proq daromad qilyapman. Ikkinchi yo'li bor, mana qiymat qo'shish dedilar. Qiymat qo'shish yo'li orqali, misol uchun men oddiy non ishlab chiqarim kelmayapti. Men odamlarga shirinroq non ishlab chiqarmoqchiman. Balkim nonning ustiga mayiz qo'sharman, shokolad qo'sharman, bulочка ishlab chiqaraman. Qiymat qo'shasiz shuni. Shu orqali men hozir qiymat qo'shaman va odamlarga bu ko'proq yoqadi va o'sha narsaga ko'proq pul sarflashga ular tayyor. Shu orqali uni men qanaqa qilaman? Misol uchun eksperiment orqali mana bu ham kichkina bir innovatsiyada. Non emas, yaxshiroq non ishlab chiqarish, shirinroq non ishlab chiqarish. Buning uchun o'sha eksperimentlar qilaman, har xil narsalarni ijodkorlik, yaratuvchanlik. Aynan shu kichkina narsalarga ham qo'llasa bo'ladi shu kreativность. Xo'p. O'shalarni ko'proq pulga sotib, ko'proq pul qilishim mumkin. Savol. Keyin javobni bir amalladingiz. Mana masalan, yana o'sha trigonometriyaga qaytadigan bo'lsak, trigonometriya menimcha bizning hayotimizda bizga hech kimga nima deydi, hech qanaqa foyda keltirmadi. Lekin o'zim masalan bir semestr trigonometriya o'rganganim uchun juda ham ko'p savol berardim o'zimga yoshligimda. Shu nima deydi, o'zim formulalari har ham esimda bor-da, masalan sinus topish uchun nima qilish kerak? Sox degan narsa bo'ladi. Sin opposite over fikrlashingizga ta'sir ko'rsatganda baribir abstrakt fikrlay olish anaqangizni oshirganda potensialingiz va bu undan tashqari mana deb aytsak, undan tashqari bu savolga men qanaqa javob beraman? O'zbekistonda shunaqa savol ko'paygani uchun ham bizda masalan Siemensga o'xshagan kompaniyalar yo'q. Ya'ni bizda Siemens O'zbekiston, o'zbek odam Siemensga o'xshagan kompaniya ochmagan. Masalan, trigonometriya o'zi oddiy qilib aytganda, masalan, hamma sohada kerak narsa-da, masalan, kosmosdami yoki meditsinskiy оборудование ishlab chiqarishdami, shu lazerlar bilan ishlaydi yoki rentgen qilish, masalan, hozir rentgen apparaturalari eng zo'rlari shu Siemens hisoblanadi, nemetskiy. Ya'ni shu fanlarni bizani yoshlar, ya'ni bizaga yaxshi o'rgatilmagani yoki yaxshi bilmaganimiz uchun yoki undan keyin rivojlanmaganimiz uchun ham bizada shunaqa kompaniyalar yo'q. Ya'ni высокотехнологический, ya'ni yuqori texnologik kompaniyalar yo'q. Trigonometriya hammaga kerak emas. Bu lekin maktabda o'rgangan narsani keyinroq o'sha texnический universitetga kirib shu narsani asos qilib o'rgangan odam shuni ertaga как injener bo'lib qanaqadir yangi texnologiya yaratishi probabilitysi kattaroq, to'g'rimi? Yoki ilm deganda bu shu fizikani, matematikani, chuqur bilimlarni, ya'ni shu bilimlarni bilgan odam ertaga shu высокотехнологический, ya'ni shu yuqori texnologik kompaniyani yoki qanaqadir qurilmalarni yarata oladi. Misol uchun, ya'ni bizda mana masalan biz aytamiz, uzr, men bo'ldim. Bizda hali O'zbekiston mana 20 yildan beri, menimcha 25 yildan birimi, 30 yildan beri mashina ishlab chiqaramiz, to'g'rimi? O'zbekiston mashina ishlab chiqaradi, lekin bitta ham o'zining mashinasi yo'q. Ya'ni bizda faqat ishlab chiqarish bor, lekin yaratuvchanlik yo'q. Ijodkorlik endi bo'lishi mumkin, lekin shu siz aytgandek yaratuvchanlik yo'q. Masalan, O'zbekistonda bitta o'ziga xos bo'lgan mashinasi o'zi ishlab noldan o'zi ishlab chiqqan bitta mashinasi yo'q. Yoki boshqa высокотехнологический narsasi yo'q. Nimaga? Chunki shu ilm, fan, ya'ni fizika, matematika, texnologiya shu narsa trigonometriya to'g'ri trigonometriya ham bilmaydi. Yo'q, trigonometriya bilmaganlik to'g'ri, yuqori texnologiya ishlab chiqarishlarda masalan unaqalarda muhim albatta, lekin bu faqat unda emas, oddiy narsalardan ko'rinadi, bilmaysiz. Masalan, deylik qayerdadir zinada yonida haligi kalaskada yoki arabada anaqaladigan nima edi? Anaqalada yuradiganlar bor-ku, nogironlar shu anaqalar qilishadi, deylik mo'ljal ololmasdan juda ham qiyaligini anaqib qo'yadi-da. Juda noqulay bo'ladi. Agar o'sha odam masalan o'sha anaqayotgan trigonometriyani bilganda edi, uni qiyalik qanaqa bo'lishini oldindan taxmin qilib, muhandis to'g'ri bo'lganda to'g'riroq aniq qiyalik darajasini to'g'riroq qila olgan bo'lardi-da, masalan. Bu oddiy mana narsalarda ham ko'rinadi. Ya'ni asli trigonometriya nima kerak deydi, lekin mana shu bilganda edi, masalan, shuna oddiy narsalarda masalan xatolik bo'lmasdi.
endi bir ikkita nuqtalarga teginib o'tmoqchiman. Juda ham yaxshi fikrlarni ko'tardinglar. Ya'ni aniq fanlar bilan ijtimoiy fanlar o'rtasida gapirish. Avvalambor ilm, bilim nima degani mana aytdingiz-ku, oddiy bir maktab o'quvchisiga qanday tushuntirish kerak. Desam, men nazarimda bilim degan narsa hammani atrofida aylanib yuribdi. Lekin kim buni birinchi bo'lib anglaydi degan savol bor-da. Ya'ni butun olimlarni ham, masalan aytaylik, Keynes haqida gapiradigan bo'lsak, to'g'rimi? Makroiqtisodiyotda juda ham katta shaxslardan biri hisoblanadi. U haligi multiplier effect degan narsani topganda, ya'ni shu ko'paytiruvchi ta'sir, masalan, soliqni qanchadir so'mga yoki dollarga qisqartirish iqtisodiyotga qanchadir daromad olib keladi degan nazariyani topib, o'zi o'sha keyin matematik model bilan isbotlab, masalan, ko'rsatgan, to'g'rimi? Lekin aslida bu hamma bilib turgan narsa bo'lgan, ya'ni kuzatib, bunga guvoh bo'lib turgan, lekin uni ommaga tushunarli tarzda yetkazib bera olmaganda u payt, ya'ni o'sha narsani anglab, farqlab, qolganlardan ertaroq farqlash. Biror bir aytaylik, jamiyatda biror bir muammo turibdimi, uni yechimini boshqalardan ko'ra ertaroq anglash, ertaroq tushunib yetib, ularga shuni yetkazib berish ilm hisoblanadi. Ya'ni qisqa qilib aytganda. Endi ilmda ham mana hozir aytdik, aniq fanlarga bo'ldik, ijtimoiy fanlarga bo'ldik. Lekin bir narsani aytib o'tish kerak, aniq fanlarda juda ham kuchli injenerlari bo'lsa-yu, masalan, Shimoliy Koreyada qancha injenerlar bor? Misol uchun, to'g'rimi? Juda ham kuchli injenerlar bor. Va u kerak bo'lsa o'sha raketa uchirishda va hokazoda boshqa davlatlar musobaqa qila olmaydigan darajada bo'lishi mumkin-da. Lekin o'sha kerakli, yetarli rag'batlar berilmaganligi uchun va u iqtisodiyotga yetarli darajada hissa qo'shmayotganligi uchun farovonligiga, boyligiga, demak, davlatda yetarlicha demak ta'sir qilmayapti hozirgi paytda. Ya'ni bu degani o'sha injenerlar soni, juda ham sifatli injenerlar soni ko'p bo'lishi mumkin, lekin kerakli rag'batlar, yetarli institutsional muhit shakllanmaganligi tufayli u injenerlarning iste'dodlari, talantlari shunchaki isrof bo'lib ketishi mumkin. Mana shu ham muhim demoqchiman. Ba'zilar faqat ilm fan deganda faqat aniq fanlarni rivojlantirishimiz kerak. Albatta, unday salohiyatli kadrlarga doim ehtiyoj bor. Lekin mana bu iqtisodiy siyosatni to'g'ri qila oladigan va to'g'ri rag'batlarni taqdim eta oladigan kadrlarga ham ehtiyoj bor-da bir vaqtda. Shu gapingizga bitta qo'shimcha qiladigan bo'lsam, menimcha shu mana hozir Shimoliy Koreyani aytdingiz, menimcha shu sobiq ittifoq paytida ham aniq fanlarga e'tibor juda ham kuchli bo'lgan. Ya'ni fizika, matematika fanlarida, ya'ni olimlar shu sohada juda ham kuchli bo'lgan. Lekin hali mana aytdingiz-ku, yaratuvchanlik, endi buni biz kreativnost deb tarjima qilsak bo'ladimi, yo'qmi? Ijodkorlik, shu ijodkorlikka lekin uncha nima desa bo'ladi, ruxsat bo'lmagan. Ya'ni kesishgan. O'zini plani bor, shu plan bo'yicha bo'lish kerak bo'lgan. O'shaning uchun ham menimcha zo'r raketalar ishlab chiqarishgan, boshqa narsa bo'lgan, lekin davomiy bo'lmagan va kreativnost bo'lmagan. Ya'ni erkinlik uncha bo'lmagan. Chunki uni raketani ishlab chiqarishingizni o'zi bir masala bo'ladigan bo'lsa, uni biznesga integratsiya qila olish u yana boshqa narsa-da. Masalan, hozir raketani to'g'ri kosmosda kashf qilish uchun va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin, masalan. Lekin bir vaqtda o'zida uni demak internetda tezligini oshirish uchun yoki boshqa mana o'zimiz yashab turgan hayotimizda foydalanish mumkin bo'lgan bizneslarga ham integratsiya qilish kerak-da uni. Faqatgina kosmos bilan o'zi bilan cheklanib qoladigan bo'lsa, insonlarning hayotiga unchalik ham katta foyda keltirmasligi mumkin. Ya'ni bu yana fikringizga qo'shimcha qilmoqchiman. U yerda bilamiz, mana ko'p joylarda institut degan narsa bo'lganda, Sovet paytida institut degan nima u institut? Ya'ni universitet degan tushuncha keyinroq kirib kelgan deb o'ylayman. Biz mana Sovet, post-sovet davlatlariga. Chunki universitet degani bu g'arb filosofiyasi bilan o'sha aytganimizdek Suqrot, ularda gorizontal kengayish kuchli bo'lgan. Ya'ni gorizontal kengayish deganda bir kishi biror bir fikrni o'rtaga tashlayaptimi, boshqa odam uni bir tanqidiy yondashuv bilan buni boshqacha yo'li ham bor degandek bir muhokamalar, munoqashalar bo'lish kerak-da o'zi aslida.
mana shu gorizontallik yaxshi rivojlangan bo'lgan g'arbda. Lekin bizda masalan o'sha sovet davrida bilamiz, o'sha institutlar nima uchun tashkil qilingan? Ma'lum sohalar, juda ham tor sohalarga yo'naltirilgan. Masalan, aglomeratsiya instituti deydi yoki bir aviatsiya instituti deydi. Juda ham haligi terminlarning o'zi ham tor doiraligini ko'rsatib turadi. Unda bizda vertikalda juda kuchli bo'lgan. Matematiklar, fiziklar, kimyogarlar o'ta kuchli, kerak bo'lsa g'arb nimalari ular bilan musobaqa qila olmagan bo'lishi mumkin. Lekin gorizontal kengayish kamligini evaziga uni o'sha bizneslarda integratsiyalashuvi, o'sha g'oyalarda o'ta kuchli bo'lgan kimyoviy, fizik innovatsiyalarda mana bu sanoatga birlashuvi, sanoat bilan integratsiyalashuvi kamroq bo'lganligi evaziga keyin davomiyligi past bo'lgan. Ularda liberal arts deyishadi shekilli o'zi. O'sha misol uchun bitta biznes emas, biznes bilan raketa qurish texnologiyasini o'qiydi, ikkalasini birlashtiradi, o'shani birlashtirib ko'proq qiymat yarata oladi. U ko'proq qiymat hisobiga ular boylik ham yaratilish olganda boylik yaratish juda ham anaqada kompleks jarayon. Ya'ni bitta masalan hech qaysi omilni biror iqtisodchi bitta omilni mana shu yetarli omil deya olmaydi boylik inson boy bo'lish uchun yoki mamlakat boy bo'lish uchun. Masalan biz sanab o'tgan bir qancha omillar, bular hammasi zaruriy omillar. Mana aytdik-ku, inson kapitali, mehnat, institutsional shart-sharoit, hammasi zaruriy omillar, lekin bularni hech bittasini o'zi yetarli emas. Masalan, kapital juda muhim omil, to'g'rimi? Kapital akkumulyatsiyasi deymiz, bu muhim omil. Lekin shundoq kapitalga ega bo'lish o'zi yetarli emas-da boylik uchun. Har masalan o'sha aytilgandek sovet davrida juda ilm-fan bizda masalan ancha, ya'ni aniq fanlar, aniq tabiiy fanlar bo'yicha juda kuchli bo'lgan. Sovet ta'lim tizimi ancha kuchli bo'lgan. Ko'p mamlakatlardan kuchli bo'lgan, ko'pgina o'sha hozirgi g'arb davlatlaridan ham. Lekin iqtisodda yana boshqa rol o'ynaydigan omil bu rag'batlar. O'sha uzoq muddatli farovonlikni ta'minlashda umuman insonlarni o'sha uzoq muddatga investitsiya qilish va masalan boylik yaratishga intilish, doimiy o'sha narsani ushlab turish uchun rag'batlar kerak. Rag'batlarni asosiy omillaridan bir qancha omillar bor. O'shalardan bittasi masalan davlat siyosati juda muhim rol o'ynaydi rag'batlarda. Yana boshqasi ishonch, insonlarni birinchidan davlatga, davlat hokimiyati, hukumatiga, shu davlat organlariga bo'lgan ishonchi, o'zaro bir-biriga ishonchi bu muhim rol o'ynaydi, to'g'rimi? Ya'ni demakki, o'sha rag'batlarda sovet tizimida rag'batlar butunlay boshqacha ishlagan, chunki tizim boshqacha bo'lgan. Va g'arb mamlakatlarida kapitalist tizimda rag'batlar boshqacha ishlaydi. Demak, rag'batlar ham bu yerda farq qiladi-da. Ya'ni insonlarda kelajagiga bo'lgan ishonch ma'lum davrga kelib, ishonch va o'sha to'g'ri rag'batlar asosida demak ishlab chiqarishga hissa qo'shib, o'sha doimiy anaqani barqaror o'sishni, barqarorlik deylik, farovonlikni ta'minlashga bo'lgan rag'batlar demakda muammo paydo bo'lgan. Misol uchun o'sha Sovet ittifoqi paytida sotsializm deyishadimi? Sotsializm bo'lgan paytda misol uchun men agar kimdirdan ko'proq yaxshiroq ishlasam, baribir bizani pul ishlashimiz bir xil bo'ldi. Rag'bat bo'lmagan demoqchisizda. Bir xil emas, ozgina farq bo'lgan-u. Ozgina farq bo'lgan, lekin unaqa katta farq bo'lmagan. Ha, endi u yerda masalan boshqacha shaklda rag'batlarni ba'zi berishga harakat qilganda, masalan, har xil nomoddiy shaklda rag'batlantirish bilan, masalan, faxriyorlik yoki e'tirof etish bilan anaqa qilishga harakat qilgan, lekin demak baribir qarasa yetarli yetarli bo'lmagan. Menimcha, uzrman, gapingizni bo'ldim. U paytda rejalashtirilgan shu tabaqa emas, nima deydi, karyerniy rost bo'yicha rag'batlantirilgan, ya'ni ilmiy unvoningiz bo'lsa, sizni oyligingiz juda ham baland bo'lgan. Ya'ni, lekin bir tarafdan siz o'zingizni xohlagan narsangizni qila olmagansiz. Ya'ni, masalan, siz uyga tikuv mashinasi olib kelib bitta shapka tikmoqchisiz. Iqtisodiy erkinlik juda cheklangan bo'lgan. Iqtisodiy erkinlik, chunki men o'zim esimda bor. Mana biz yoshlikda shu Chorsuda, eski shaharda yashaganimizda mahallada juda ham ko'p oilaviy, nima deydi, kasanachilik deydimi, oilaviy biznes qilib, shu odamlar kiyimlarni tikib, telpa tikib, bekitib sotishardi-da. Esingizda bo'lsa, koja qilishardi, kojadan kojachilar bo'lardi, koja tikib, kojani kurtkalarni bekitib sotishardi. Nimaga? Chunki endi men tushunmas edim buni, keyin hozir o'shani o'ylab hozir esimga tushyapti. U narsa mumkin emas bo'lgan ekan, nelegalniy bo'lgan ekan. Yoki oddiy qassoblar bozorga chiqib go'sht sotadi-da, militsiya kelsa qochadi. Ya'ni bunaqa narsalar taqiqlangan.
nima mumkin bo'lgan? Menimcha faqat non sotish mumkin bo'lgan uyda qilib. Ya'ni bunaqa narsa bo'yicha cheklovlar bo'lgan, lekin menimcha shu rejalashtirilgan karyerniy rost nima deydi, ilmiy anaqalar bo'yicha rahbarlar bo'lgan, sal boshqacha bo'lgan deb o'ylayman. Cheklovlar bo'lgan. Cheklovlar Misol uchun men borib biznes ochaman desa, bu narsa bo'lmagan. Biznesda mumkin bo'lmagan. Bu ham cheklaganda. Cheklangan. Ya'ni u yoqda yana nima deyiladi? Spekulyatsiya deyilgan. Masalan, bitta joydan olib ikkinchi joyga sotsangiz, spekulyatsiya qamalgan odamlar. O'sha har qaysi sohani mutaxassisi o'zi xohlaganchalik o'zini g'oyalarini biznesga yo'naltira olmaganda. Ya'ni endi iqtisodiyot asosan davlat amal boshqargan, masalan, xususiy sektor deyarli bo'lmagan-ku. Bunday qarasangiz, o'shaning uchun ya'ni bu yerda albatta biz anaqa firmalarni uzoq muddatli o'sishga bo'lgan intilishi, boylik yaratishi haqida gapira olmaymiz-da. Bu yerda hammasi davlat tomonidan rejalashtirilgan o'sish bo'lgan. To'g'ri. O'sha asosda bo'lgan. Xo'p, endi agar shu suhbatimizga qanaqadir xulosa qiladigan bo'lsak, davlatlar darajasida boylikni nima yaratadi? Ya'ni qaysi omillar yaratadi deganda biz shularni aytishimiz mumkinki, menimcha birinchi o'rinda baribirga bilim, ilm bu hozir bizani ko'rib turgan yoshlar bo'ladimi? Inson kapitali oddiy tilda bilim, ilm, ya'ni maktabda yaxshi o'qish va u nimaga kerak, bu nimaga kerak degan savollarni ko'p bermasdan o'sha yaxshi o'qib, keyinroq o'sha bilib olish. Menimcha o'sha savollarni berib ham o'shalarga javob qidirish kerak. Menimcha. O'sha savollarni bergandan keyin har xil fanlarni bir-biri bilan qanaqa jamlab yangi narsa yaratish mumkin. Agar shunaqa savollar berish kerak, lekin savollar o'zi bilan qolib ketmasdan ularga javobini ham qidirib, o'sha fanlarga chuqurroq kirsa, agar o'sha joyda innovatsiyalar ham paydo bo'ladi. Endi bolalar ham har xilda, bir xillar shuni fikrlab chuqurroq kiradi, bir xillar shunaqa savollar bo'ladi. Mana bu Xudoyberdi To'xtaboyev sehrli qalpoqcha degan qissasi. O'shanda aytadi, Hoshimjon, maktabda mana shu fanlar nimaga kerak, undan ko'ra futbol bo'yicha fan bermaysizmi? Mirjalol Qosimov o'qituvchi bo'lib qo'yinglar, faqat 5 olamiz deydi-yu, direktorga borib arz qiladi. O'shanga aytayapman-da, masalan, unaqa savollar juda ham ko'p bo'ladi, lekin bu har bitta o'qiyotgan fan, matematika bo'ladimi, fizika bo'ladimi, biologiya, ya'ni biz bu fanlarni umumiy shaklda bilishimiz kerak, lekin agar chuqurlanmoqchi bo'lsak, mana siz Abdulaziz aytgandek, uni o'sha qiziqqan odam sekin o'sha savollar berib o'ziga to'g'irlab oladi. Inson kapitalidan keyin aytsak bo'ladi, masalan, cheklov. Ishonch. Bu davlatga bo'lgan ishonch, bu ayniqsa investorlar uchun, tashqi yoki ichkaridagi investorlar uchun, shu pulini tikmoqchi bo'lgan investorlar uchun ishonch juda ham katta rol o'ynaydi, katta o'rin tutadi va institutsional omillari bor. Bu deganda shu qonun ustuvorligi, sudlar mustaqilligi va hokazo. Va albatta bu bilimdan keyin bu innovatsiya, texnologiya, produktivnost, unumdorlik. Ya'ni bular hammasi unumdorlikka ta'sir qiladi. Ya'ni unumdorlikni oshirish uchun nima qilish kerak desa, mana shu narsa. Unumdorlikni oshirish bu uzoq muddatda boylik yaratishni yo'li, ya'ni o'sha orqali ketadi, bu mexanizm ishlaydi, lekin buni asosan demak, agar empirik jihatdan biz o'zini tasdig'ini topgan tadqiqotlarni agar qaraydigan bo'lsak, hozir o'sha boylik yaratishda muhim bo'lgan o'sha aytganingizdek bilim ko'nikmalari juda muhim. Bu masalan Banerjee va Duflo bor iqtisodchilar er-xotin, Nobel olgan ular ham. Ularning ham juda ko'p tadqiqotlari bor. Shu masalan ular asosan eksperimental tadqiqotlarni shug'ullanishgan, kambag'al mamlakatlarga borib masalan qanaqa kambag'allikdan chiqarish mumkin insonlarni, masalan aktivlar berish, ularga naqd yoki ovqat yordam bilan berish masalan o'zini qilganda jiddiy ta'siri bo'lmagan, lekin deylik o'sha ma'lum aktivlar masalan chorva mollari berishganda keyin qo'shimcha trening qilishgan, ularni ma'lum vaqt davomida trening qilishgan, qanaqa umuman olganda biznesni qanaqa yuritish, moliyaviy savodxonlik, umuman iqtisodiy savodxonlik qanaqa yuritish, biznesni qanaqa boshqarish masalalar bo'yicha trening qilishganda u jiddiy samara ko'rsatganda, endi 1 yildan keyin ham uzoq muddatda ham demak o'sha insonlarni barqaror birinchidan anaqadan chiqargan kambag'allikdan chiqishiga, keyin buni graduation program deydi, ya'ni o'sha kambag'allikdan chiqarish programmalarini qilishgan va barqaror ravishda daromadini oshirishga olib kelgan. Jiddiy. Demak, bu nimani ko'rsatadi? Bu shunchaki insonlarni bitta
gap borku, kambag'al umuman insonga baliq tutishni emas, baliq bermagin, baliq tutishni o'rgatgin deydi-yu. Aslida o'shani amaliy anaqasida bu tasdiq. Ya'ni shunchaki baliq berish yetarli emas. U o'sha paytda albatta qon tug'ishi mumkin. U anaqa emaslik kerak, lekin o'rgatish, uzoq muddatda o'sha ko'nikmani o'rgatish muhimroqda. Berish bilan birga keyin o'sha ko'nikmani o'rgatish. Ya'ni albatta boshlang'ich sharoit bo'lishi kerak va u ko'nikmani o'sha narsani saqlab qolishni, qanday qilib ko'paytirishni yo'llarini o'rgatish. Ya'ni bu bilim va o'sha ko'nikmalarning muhimini, ahamiyatini aniqladi. Bu tadqiqotlar bor. Keyin institutsional tadqiqotlar juda ko'p. Institutlarning muhimligi haqida o'sha ayniqsa Ajimovli, Robinson va Johnson tadqiqotlaridan keyin juda ko'p tadqiqot qilingan va empirik jihatdan eng ta'sirini topgan driverlardan bittasi shu iqtisodiy o'sishda mamlakatlarning, ya'ni institutsional muhit, demak qonun qoidalar, normalar qanaqa ishlasa jamiyatda va chunki bu rag'batlarni shakllantiradigan manbada, bu insonlarda to'g'ri rag'batlarni shakllantirish uchun o'sha inklyuziv institutlar deyshadi, Ajimovli va hammualliflari, va ekstraktiv institutlarda inklyuziv institutlar bo'lishi, demak insonlarning o'sha boylik yaratishga bo'lgan rag'batini va mamlakatlarni demak boyishiga xizmat qiladigan bir manba bo'ladi, yo'l bo'ladi. Ekstraktiv institutlar bo'lsa, ya'ni bu faqat ko'pchilikdan o'sha mol-mulkni elitalarni, ma'lum bir kichik elitani manfaati uchun o'zlashtirib olishga xizmat qiladigan institutlar, bu boylik yaratishga yo'l qo'ymaydi, ayniqsa teskari rag'batlar beradi va bu demak juda muhim. Yani institutlar, inson kapitali, texnologiyalar, ya'ni bilim va g'oyalar. Bular eng asosiy o'sha empirik tasdig'ini topgan. Shu o'rinda bitta narsa qo'shib ketsam, agar qarshi bo'lmasanglar, mana shu hozir rag'batlar to'g'risida gaplashdik va boshqa iqtisodiy omillar to'g'risida gaplashdik. Shu har bitta gaplashgan narsamizni mana bizning kitobimizda bor. Mantiqiy iqtisodiyot degan kitobimizda juda ham oson tilda, o'zbek tilida tushuntirib ketilgan. Bu kitob havolasini biz shu pastga qo'yib qo'yamiz, opisiyaga qo'yib qo'yamiz. Uni tekindan tekinga sizlar ko'chirib olsanglar bo'ladi. Rus tilida ham bor, ingliz tilida ham bor. Shu davlatda 11 ta tilida bor. Endi o'zbekchada o'qimoqchi bo'lganlarga juda ham yaxshi yozilgan, har xil formatlarda bor. Endi yana bitta narsa aytmoqchiman. Endi bu shu narsalar, ya'ni shu ilmga investitsiya bu 1 yil yoki 2 yilda natijasini beradigan narsa emas. Buni 10 yil, 20 yilda kutiladigan narsa. O'shanga baribirga shu agar xulosa qiladigan bo'lsak, shu davlat darajasida boylikka baribirga birinchi o'rinda ilm katta rolni o'ynaydi. Endi hozir sanab o'tildi-ku, mana institutsional muhit dedik, qonun ustuvorligi, yaratuvchanlik, ijodkorlik, ilm, fan, inson kapitali. Bular hammasi albatta muhim, lekin iqtisodiyotda mana iqtisodchi olimlarning ichida ham ikki xil yondashuv bor-da. Ya'ni birinchi mamlakatda farovon bo'lish uchun hozirgi aytganimizdek shu qonun ustuvorligi yoki demokratiya va hokazo bo'lish kerakmi va keyin davlatlar barqaror bir farovonlikka erishadimi, yoki birinchi farovonlikka erishib turib keyin o'sha sud mustaqilligi deymizmi yoki bo'lmasam qonun ustuvorligimi keyin ta'minlanadi. Chunki masalaga biroz pragmatik yondashishimiz kerak-da. Yani ba'zilar o'ylashi mumkin-da, xo'p sizlar aytyapsizlar, juda zo'r narsalar haqida gapiryapsizlar, qonun ustuvorligi, korrupsiyani jilovlash va hokazo haqida gapiryapsizlar, lekin bular birinchi bo'lib turib keyin farovonlikka erishishi biroz reallikdan uzoqqa o'xshab ko'rinadi deb biroz demak fikrlarni so'rov ostiga olishi mumkin. Bunday holatlarda mana bilamiz, Garvard universitetining shu professori bo'lgan Clayton Christensen o'zini Prosperity Paradox degan, ya'ni farovonlik paradoksi degan kitobida juda ham qiziq fikrlarni olg'a suradi. U yerda ba'zi mamlakatlardan misol keltiradi. Ba'zi mamlakatlarki, ularda birinchi bo'lib bunday institutsional sharoit bo'lmasligiga qaramasdan o'zlarini ilm fanga chuqur atashlari va ularda o'sha innovatsiyada, ya'ni yaratuvchanlik degan bir tushunchalarni o'zlarini mentalitetiga, kerak bo'lsa kulturasiga, ya'ni madaniyatiga singdira olishi tufayli ular farovonlikka erishib va keyinchalik o'sha institutsiyalar muhitini ham, qonun ustuvorligini ham ta'minlashga erishgan davlatlar deb turib, masalan Koreyani misol keltiradi. Ular birinchi bo'lib demokratiyani o'rnatmadi,
demokratiya emas edi. Ya'ni o'sha Koreyani eslaylik, 1980-yillarda ham koreyslar boshqa davlatlarga, yaqin sharq davlatlariga borib migrant bo'lib ishlab pul jo'natib yurgan davlat bo'lgan. Lekin davlatni tepasida ham o'sha qattiqqo'l boshqaruvdagi elita bo'lgan. Lekin o'sha innovatsiyani, aytaylik, yaratuvchanlik, ilm, bilim tufayli qisqa muddat ichida 40 yildan Singapur ham shunga o'xshatsak bo'ladi. Demak, nimaga erishdi? Juda ham katta iqtisodiy o'sishga erishdi, farovonlikka erishdi va natijaga qaraydigan bo'lsak, hozirgi paytda ularda demokratiya bor. Ya'ni qonun ustuvorligi ham keyin ta'minlangan. Ya'ni shu nuqtai nazardan biz hamma o'zini chegarasidan turib nima qila oladi degan savol berishimiz kerak-da. Ya'ni unga bitta misol ham borda, mana ana Yuan Ang degan iqtisodchi bor. Johns Hopkins universitetida, bu xitoylik aslida bir ayol, olima ayol. Uning kitobi bor bo'lsa, Xitoy qanday qilib kambag'allikdan qutuldi. U yerda masalan u ko'rsatadi aynan Ajamoğlu va hammualliflarni nazariyasini u tanqid qilib, Xitoyni yo'lini qanaqa bo'lganini ko'rsatadi-da. Ya'ni ular u yerda birinchi bu aslida chiziqli jarayon emas deydi. Ya'ni siz masalan birinchi inklyuziv institutlarni shakllantirib olib, keyin deylik kambag'allikdan qutulib boy bo'lasiz degan narsa bu to'g'ri emas deydi. Buni ikkala, ya'ni bu umumiy jihatdan universal qoida emas degan aytadi-da. Va Xitoy misolida juda ham zo'r anaqa qilgan, tushuntirgan. Buni avval institutsional inklyuziv institutlar bo'lmagan holatda ham davlat ma'lum bir rag'batlar orqali bozor mexanizmlarini shakllantirish mumkin eksperimental yo'l bilan va bu o'z-o'zidan masalan ma'lum bozor sohalarda bozor bo'lgandan keyin bu bozor o'sha narsani institutsional anaqa muhitni sekin-sekin shakllantiradi. Ya'ni o'sha bozor shakllanadi, keyin buni saqlab qolish uchun institutlar yaratish kerak bo'ladi. Keyin mana shunaqa, ya'ni bu nima bo'ladi? Nochiziqli shaklda ketgan deb ko'rsatilganda, ya'ni unaqa misollar ham bo'lishi mumkin. Masalan, davlatning roli ham albatta muhim bo'ldi. Faqat davlatni albatta qanaqa to'g'ri rag'batlar berishi, ma'lum kerakli iqtisodiy erkinliklarni cheklamasligi va ma'lum sohalarni to'g'ri rag'batlantirishi. Masalan, aynan davlat tomonidan haligi tadqiqot va ishlanmalarga research and development deymiz, R&D, o'sha davlat tomonidan berilgan tadqiqot ishlanmalarga berilgan masalan grantlarni ham o'sishga ta'sir bo'lish haqidagi jiddiy tadqiqotlar bor. Ya'ni o'sha yerda ham demak biz aytolmaymiz faqatgina inklyuziv institutlarni oldin shakllantirib olsak keyin o'samiz. Ungacha o'sish iloji yo'q deyish unaqa emas, lekin bu uzoq muddatda saqlanib qolish uchun bu narsa kerak. Agar inklyuziv institutlar yemirilsa, bu o'sha farovonlikni uzoq muddat saqlab qolishi so'roq ostida bo'ladi. Buni masalan hozirgi kunda endi hozir kelajakni bashorat qilamiz, lekin AQSh misolida ko'rishimiz mumkin. Institutlarni qanaqa yemirilishini-da, mana Tramp qanaqa masalan zarar qilyapti institutlarga va bu Amerikani o'zida ham ancha ishonchni pasaytirgan. Insonlar orasida o'sha kelajakka bo'lgan ishonch. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, masalan, rivojlanayotgan mamlakatlar qanday yo'l tutish kerak degan savol paydo bo'ladi-da, chunki ikki tomonda ham misollar yetarlicha. Masalan, g'arb davlatlariga, Angliya yoki Germaniyaga qaraydigan bo'lsak, birinchi ularda inklyuziv institutlar paydo bo'lib, keyin mamlakat farovonlikka erishgan, to'g'rimi? Lekin ikkinchi tomonda mana Koreyani misolini keltirdik. Ularda birinchi inklyuziv institutlar paydo bo'lmadi, lekin o'sha ilm va fanga, bilimga, ijodkorlikka, mana shu innovatsiyaga bo'lgan ularni to'xtovsiz demak harakatlari oxir-oqibat shunaqa muhitni yaratdiki, mamlakat ham rivojlandi, ham demokratik tizimga o'tdi. Endi bir narsada meni o'zim shaxsiy qarashim bu yerda islohotlarda baribir haligi juda ham tez meva berishini kutmaslik kerak. Ya'ni chunki bu juda ham uzoq muddatli narsa. Ayniqsa mana bu institutsional islohotlar haqida gapirganda, lekin bir narsa umid beradiki insonga, qachonki mamlakat ichida saviyali o'sha bilimli insonlarda ulushi ko'payar ekan aholi orasida, bu jamiyatda juda katta kritik massani paydo qiladi, ya'ni jiddiy massani paydo qiladi. Bu bir katta oqimga aylanadi va bu ziyolilarni tasavvur qiling, mana shu fikrlashga ochiq bo'lgan, ijodkorlikka ochiq bo'lgan, innovatsiyaga ochiq bo'lgan odamlarni ulushini kengayishi xohlasa xohlamasa demak status quoni o'zgartiradi. Har qaysi davlat qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Va bu demak o'sha jamiyatda kelajak uchun yo'lini belgilab beradi deb o'ylayman. Kattakon rahmat. Menimcha juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Endi biza bu podkastni shu tomoshabinlarga
yoqdi degan umiddamiz va keyingi suhbatlarimizda qanaqa mavzuni olib chiqishimizni shu havolada yozib qoldirsanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Va Qo'shimcha bo'lsa? podkastdan balkim olgan yangi bilimlarini balkim kommentlarda yozsa, Da. kitob sovg'a qilarmiz balkim. Обязательно, да. Kitobni shu hard kopisini, ya'ni sovg'a qilamiz. Katta rahmat Yeah. sizlarga. Rahmat Rahmat. kattakon sizlarga.